Railway Point chiqardik. Vlog o'zbek tilida bo'ladi, lekin nimagadir ingliz tilida boshladim. Anarjon. Oxirin kartinkadan bozorlik qilishga qaror qildik, gap shukur bana. O'zi общий bozorlik bizda Chorsudan boshlandi. Lekin davomli kartinkadan qilish qoladi, endi iloji yo'q. Endi xudo xolasa ertaga ketamiz. Biz garajga ketamiz. Xudo xolasa hozir. 48 soatda boramiz. Tuskona. Bilmayman yana. Chiqib ko'ramiz-da. Biz non olmagandik. Hozir non olishga keldik. Biz qayerdadir to'xtadi yozib, bilmayman qayerda. Lekin non oldi yozib. 15 tami, 20 tachi. Aşağı! Yo! Böyle. 48 hours later. Biz hozir keldik. Xudo xolasa hozir mana shu yerlarga chodirlar quramiz. Hozircha aniq emas, qayerga qurishimiz, lekin ana shu joyga keldik biz. To'g'risi menda juda g'alati reaksiya, men bilmayman nima bo'layotganini hozir menda. Juda zo'r. Ko'zimga ishonmayman, realni. Вообще zo'r joy. Oxir yo'q. Biz mana shu ikkita mashinaga keldik. BYD bilan Jack. Mana shu overall view bu biz bilan kelgan bo'ldi. Mana shu overall. Bo'ladi zo'r. Hozir endi etap davom ettiramiz. Ovqat bilan chodir taxlash. Bolalar chodir taxlash boshladi. Mana. Lekin muammo nimada? Muammo bizdan hech kim chodir taxlash bilmaydi. Mana Dilshod qarang. First time in our life. Dilshod mana YouTubedan tutorial ko'ryapti chodir taxlash haqida. Va chodir taxlayapti. Endi Xudo biladi endi oxirida nima bo'ladi bu? Oxirida ish qilib zo'r bo'lsa bo'ldi. Chodirlar taxlab turibmiz hozir. Yaxshi bo'lyapti, Xudoga shukr. Ovqatga ham boshlab yubordik, qozon kabobni. Ko'ramiz-da. Hali qolgan joylarni ham qo'yib boraman. Bu baribir birinchi vlog, o'shanga nima desa bo'ladi, juda zo'r bo'lmaydi baribir, faktu. Juda zo'r bo'lish uchun juda zo'r tayyorlanish kerak, chunki bu tayyorlanishsiz bo'lyapti. Enjoy brothers, sisters. Alright. Bizda da уже ish tayyor. Почти. Mana bizlar chodirimiz. Bu 3 kishilik. Mana ichi. Nimaga bunday lokatsiya tanlangan deyish mumkin kimdir. Chunki bunda shunday ertalab eshigini ochganda dengiz ko'rinadi-da. Dengizmi, ko'lmi bilmayman nima. Ko'rinadi, короче. Ufq ko'rinadi. Men tushmayman suvga. Xo'p, bizda ahvol qanaqa? Bizda bitta 2 kishilik chodirimiz bor. Bitta 5 kishilik bor. Bitta bu 10 kishilikmi shunaqa bor. Mashinalarimiz ham bor qolishga. Yaxshi. Pashta hal. Ana endi obedga o'tsak ham bo'ladi. Biz hozir bilmayman qayerga ketamiz, qilib dengiz o'rtasiga ketamiz. Ko'ramiz nima bo'lishini. Murat bolalar chetdaligi biz atashib kelsangiz chetda bo'ladi. Biz bilan birga bo'ladi. Davom ettiramiz videoni. Ketishmaydi. Nimadir bo'ladi. Yo'q, biz bilan That's life, man.
Anvarjon, yashab berdingizmi shu yerda? Mana yashashga zo'r joylar. Sizchi? Yashab berardingiz, ha? Hasan aka sizchi? Mana yashab berardingiz shu yerda. Yo'qmi? Sivilizatsiya olib ketdi. Men bilmayman. Hozir ko'ramiz sharoitni. Bu bizani olib kelgan qayiq. Biza bitta joyga keldik. Men o'zim hozir bor-ku. Mana atmosferani ko'rishlaringiz mumkin. Men o'zim hozir Kristofer Kolumb kabi qilaman. Oldingi davrlar yo'qda qushlar uchib yuribdi. Tepamizda polni qushlar, hamma joy qush. Biz orol o'rtasida biz primerna uchish yo'q 4 kilometr uzoqda biz o'zimiz borgan joyimizda. Lekin juda zo'rda. Juda zo'r. Hayron qoldim to'g'risi. Bu darajada ekspeditsiyalar qilamiz o'ylamagandim. Men kelgandim joyga. Bizda hozir beach futbol, boshqa joydan kelganlar bilan futbol o'ynayapmiz. Bu yerda ko'rishib qoldik. Ular taklif qilishdi to'g'riroq futbol o'ynashga. Biz o'ynaymiz endi iloji yo'q. Ko'rishlaringiz mumkin. Bizda Dilshod, Anvarjon. Bu yerda o'yin boshlandi. Immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 Hozir juda pashsha ko'p. Chaqib tashladi. Qo'llarim mana shishib ketgan, mana ko'rsingizlar. Pashsha shunga juda g'alati, lekin mana nihoyat shuncha vaqt kutilgan zakat. Mana zakat. Mana zakat. Maylimi? Mana zakat. Futbolka quruqmi? Bemalol ko'rishlaringiz mumkin, mana zakat. Bola mana bu cho'milib turibdi. Va bu mana zakatda. Juda zo'r. Endi buni davom ettirish kerak, chunki hozir bizda уже palatkalar tayyor. Mashina ham bor. Hozir olov yoqishyapti bu yoqda. Begonalar, to'g'risi bilmayman, bularni tanimaymiz. Bu yoqda hozir ana endi qiladigan ishimiz nima bo'ladi bizda? Demak, olov yoqish o'yinlarimiz bor, mafiya, shunga o'xshash boshqa o'yinlar, o'shalar o'ynaymiz. Ishqilib qilishga juda ish ko'p. O'shanga davom ettiramiz vlogni. Bizda Oxirgi kunni eng oxirgi shashliklari ustida non bilan har doimgi mana bunaqa traditsiya. eski nonlarmi? Kecha Qo'yavering. kelishimizdan oldin men bor yo'g'i bir 3 soat, 4 soat uxlagan edim. O'shandan beri shunda yuribman, mashinada ham uxlab bo'lmadi. Lekin hozir oxirgi shashlik pishirib turibmiz. Soat ham adashmasam 10 dan o'tdi, 10:30, 11 bo'lyapti. 10:30. 10:30 ekan, 10:30 bo'lyapti.
Yaxshi atak. Shashligimiz ham tugadi. Ana endi sekingina uni o'ynashga, mafiyaga, shunaqa ishlarga o'tsak bo'ladi. To'g'rimi Anarjon? Qo'shilasizmi? Olmosbek polni oshpazlikni bo'yniga oldi. Shashlik. Har doimgidek. O'tgan safar ham shunaqa, o'tgan safar ham xuddi mana shuni. Zakaz ovrasi. Ha, o'tgan safar ham xuddi mana shu universitetda kiyib borganimda shashlik pishirgan edik, kechasi qolgan edik. Bu safar ham universitet bo'lmadi-yu, lekin atak nimada bo'ldi? Tuskon o'zida bo'lib ketdi. Bugun bitta shu minus bo'ldi. Shu anu qorong'i kun ekan. Hamma joy qorong'i, oy yo'q. Oy ham bo'lsa agar juda zo'r bo'lardi. Oyoq ushida dengiz yonida o'tirardik. Bizda 10 ketapti hozir. El Clasicodan bitta oldin ketib. Buni deyish shart emas. Uno deyish shart emas. 1, 2, 3, Real Madrid. Shunday o'yla hozir shartini qotdi. 4 ta oladi. Bizda Uno ketapti. Eng o'zi bu doimgi triplari ham Social Spartlich, amma Social mana shunaqa o'yin o'ynab turadi. Mafiya ham bor bizda hozir. Uno ham bor. Hamda shirinliklar bor. Ishga To'g'ri plyus. choy bor, notlar bor. Lekin hozir shu Uno o'ynab turibmiz. Yaxshi. Zo'r. Bilmayman. Bizda to'n. Bizda chodirga keldik. Chodirga. Bu 3 kishilik bu. Bu bizning lampamiz. Shunaqa Azam aka uxlayapti. 3 kishiga bu. Sumkalarga yastir. Hamnaqa nimadir bu, bilmayman. Ha, sleeping bag. Hammada o'zini adiyoli bor, menda adiyolim yo'q. Jelsiga o'zicha kirishga harakat qilyapti, hujum qilib, ataka qilib. Shoshmang. Bu shart pashchalarni quvishga ishlatiladi bu. Innovatsiya. Bu yoqda ham yana kimdir mana chodirni taxlab turibdi. Mana uni chiqarib yubordik. To'xtang. Xayrli tun. Good morning. Biza uzoq tundan o'tib oldik, Xudoga shukr. Hozir soat 6 bo'ldi. Ana endi o'sha mana hamma sekin podkastni yig'ishtiribdi. Bizaniki hozir yig'ishtiramiz. Kechasi El Clasico bo'libdi. To'g'risi El Clasico ko'rganimiz yo'q, chunki yomon charchagan deyamamiz. Vaqtdan yutqazdik. Kech bo'lib ketdi. Tuxum kech qaynadi. Shu uchun ana endi futbol uchun 2 bo'ldi aytganlar to'g'ri. Nima bo'lib qayn Real chiqib ketgan biz. 15 ta zata bor. Yo'q gapirmanglar. Ligasi emas kalla. Chempionlar ligasi. Chempionlar ligasi emas-ku baribir. Farqi yo'q menga. Vaqtda yutqazdik, yana endi abitgacha boramiz deb plan qilamiz, xudo xolasa. O'shanga tuxum yeb turibmiz haftaga. Biza Toshkentga keldik. Biza Toshkentga keldik. Ana endi nima bo'ladi? Hozir men uyga borib yana yuqori chirchiqqa ketishim kerak. Sarguzasht oliyni davom etadi. Yana men yuqori chirchiqda juda ko'p sarguzasht kitobda. Примерно bugun yana o'z tog'a chiqib ketishim kerak. Men planim bo'yicha shunaqa Davom ettirasizmi, vlog? Da, telefonda shunaqa deydi, shunga vlog yana davom etadi. Uzoq kun davom etadi ana endi yana. 2 kun. 2 kun bo'lib ketdi o'zi. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Birinchisi, menimcha juda zo'r bo'ladi. Kuzatishda davom etinglar. Kuzatishda davom etinglar bu kun. Ketdi. Katta rahmat ko'rganlaringiz uchun, barchasi uchun. Bu birinchisi edi. Xudo xolasa davom ettiramiz. Hammaga rahmat.